Telefon olmoqchiman 1 yilga nasiya savdoga. 6 oy 163.300 so'm, ya'ni 6 oy 133.800 so'm qo'shimcha 4 oy 6.900 dan va shartnoma uzayotganda 300.000 so'm ekan shartlari. Shartlari shuki, telefonga qo'shib sim karta berar ekan, to'lov sim kartaga qilinadi va 8 oy mobaynida telefondan chiqarilmaslik kerak ekan. Aks holda jarima chiqar ekan va 2 oy to'lov qilmasa jarima chiqar ekan va daqiqasidan kamida 30 minut ishlatish kerak ekan har oy. Va yana bir masala, adashmasam nasiya savdoda mulk sotuvchiniki bo'lishi kerak. Bu telefon bir rusumdagi nomli KT nomli kompaniyadan menga, ya'ni sotayotgan inson bu kompaniyani xodimiga o'xshash odam hamkorlikda ishlaydimi? Bunisi noma'lum. Aniq javob bo'lishi uchun holatni to'liq bayon qildim. Men bu shartlarga roziman, lekin dinimiz bunga nima deydi? Halol nasiya savdosiga to'g'ri keladimi? Ya'ni joizmi debdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savoldan tushunganimiz shuki, demak bir telefonni nasiya savdo bilan bo'lib olish shartiga kelishilgan. Lekin sotuvchi aytayaptiki, buni ichida sim kartasi bo'ladi va mana shu sim kartadan siz 8 oy foydalanishingiz shart deyapti. Mana shu shart qo'yilishligi bu shariatga zid bo'ladi. Chunki bitta bayga, bitta kelishuvga ikkinchi kelishuvni, ayniqsa u xaridor tomonga shart qilib qo'yilishligi bu bayni fosid qiladi. Shuning uchun bu bay shariatga mutlaqo zid. Bunday tarzda shart bilan olishligi mumkin emas. Allohu a'lam bissavob.